Assalomualaikum, kanalimiz obunachilar yaxshimisizlar? Navbatdagi skuter mototsiklimiz kelgan. Bunda bo'lib turgan muammo miyasi ajratmay turibdi o'zini mana. Ko'na miyasi ashtekkinlar. Buni hozir reanimatsiyada yotibdi. Ahvolim og'ir. Tuzatyapmiz, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha jonlantirish bo'limida. Shunday skuterlar bo'lsa, aytaverasizlar. Taxlab beramiz. Ishonchli va tez taxlab chotga yetib beramiz, aniqlab. Kanalimizdan uzoqlashmay bir like, kommentariya chiroyli kutamiz sizlardan. Assalomualaikum, kanalimiz obunachilari. Navbatdagi kech bo'lishini qaramasdan skuterlarni saqlab berdik. Xudo xolasa egasini mana polni yetishtirib, tormozlarni jitkilarni quyib, jitkilar tormoz ishlamayotgan ekan, jitkilarni taxlab, buzdiqlarni chiqarib ishlab berdik konkret. Polni 3-skors mana ko'rib turgan bo'lsanglar, 3-skors. Tezliklarni pasaytirib berdik. 25 dan o'tmaydi. Taxlab chotga yetib ishlab berdik. Garantiya ishimizga, xudo xolasa. Egasi o'ynab kulib minadi degan umiddamiz. Telefon qilib aytdik, egasini quvonib yurtdi. Xo'p, shunday xizmatlar bo'lgan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Men shunday mini 2 odamlik skuterlar, kvadrotsikl deymiz, shunday shunga o'xshash motorlar bosib kelaverasizlar. Skuter, benzinli, mana shunday to'qli, oroli, polnisini taxlab beraveramiz. Avariya bo'lgan bo'lsa, DTP bo'lgan bo'lsa, olib kelaverasizlar. Bu yerda 4 kil tomonidan kelgan motor bor mana. Sizlar kuzatib boramiz deydi, ishlaringizga deydi, ishlaringiz yaqqanligi uchun kelib turibsiz deydi. 4 ustava bordiq deydi, 4 davom deydi. Mana chachib pachib deydi, mana silinderlar o'zining otpol yeb ketadi deydi, start o'rmay qoladi deydi. Bizga garantiyasi bilan xudo xolasa bu ishni olib qo'yganmiz, taxlab beraveramiz. Kimda shunday xizmatlar bo'lsa, balandda telefon nomerini qoldiramiz, bemalol bog'lanib kelishingiz mumkin. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi, Beruniy tumani, Sapqizda. Bemalol telefon qilib bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zimizda ancha-muncha zapchastlarimiz bor. Mana buni qo'shimcha aytib o'tib ketaveramiz. Bu yerda balonlar bor. 220 ming benzinli mototsikllar, ilk to'qli mototsikllar. Akkumulyatorlarimiz ham bor. Mana Aptol, Subachok, hamma narsamiz bor. Mana shunday krillarimiz ham bor. Bu temir krill, plastmassa bo'lib sinayotgan bo'lsa, zaynab chiriyotgan bo'lsa bor. Balkida 290 ming so'm. 490 ming so'm. Bemalol bog'lanishingiz mumkin.